Ushbu videoni ko'rganimdan so'ng men hayotimda boshqa hech qachon farzandlarimga baqirmayman. Ota bolasiga baqirishi onaning baqirishidan ko'ra ancha og'irroq oqibatlarga olib keladi. Agar ona baqirsa, bola bilan munosabatlar odatda tez tiklanadi. Ammo ota baqirsa, bu bolaning butun umriga muhrlanib qolishi mumkin. Bola uchun ota bu kuch va himoya ramzidir. Qachonki o'sha kuch baqirishni boshlasa, bola qo'rquvga tushadi va suyanchidan ayrilgandek his qiladi. Bola shunchaki xafa bo'lmaydi. U nafaqat baqiriqdan, balki baqirayotgan insonning o'zidan ham qo'rqa boshlaydi. Natijada u o'zini olib qochadigan va odamovi bo'lib qoladi. Ota bolasiga hissiyotlarni qanday boshqarishni o'rgatadi. Agar baqirish ota uchun o'z tuyg'ularini ifodalash usuli bo'lsa, bola buni odatiy hol deb qabul qiladi. Boshida bu sezilmasligi mumkin, lekin o'smirlik davrida bu isyon ko'tarishi yoki haddan tashqari itoatkorlik, laganbardorlik ko'rinishida yuzaga chiqadi. Bu odatlar esa mustahkamlanib, katta hayotga ham ko'chishi mumkin. Shuning uchun otalar, agar farzandingizni chindan ham himoya qilmoqchi bo'lsangiz, vazmin bo'ling. Baqiriq bilan emas, o'z harakatlaringiz bilan o'rnak bo'ling. Haqiqiy otalik burchi bu kuch ko'rsatish yoki qo'rqitish emas, balki o'z o'rnagi orqali bolani hissiyotlar olamida to'g'ri yo'naltira olishdir.